qaysi klinikada ekanligini aytmayman. Bemor murojaat qilgan bachadon miyomasi bilan. Miyomangni bachadon bilan birgalikda olib tashlash kerak degan. Lekin u ayol tug'magan bo'lgan. Shu bemor bizga murojaat qildi. Bemor 36 yoshda, bachadon miyomasi, eng xavfli miyoma, ya'ni submukozni miyoma, lekin miyomasi kichkina bachadon ichki bo'shlig'ida joylashgan. Shikoyatlari hayz vaqtida ko'p miqdorda qon kelishi, biza tekshirib ko'rganimizda gemoglobini 40 ga tushishi, anemiyani hamma belgisi, bosh aylanishi, umumiy holsizlik, shu bilan birgalikda birlamchi 8 yillik bepushtlik kuzatilgan. Bemor o'zida miyoma borligini bilgan. Juda ko'p klinikalarga murojaat qilgan, tekshiruvlardan o'tgan, lekin operatsiyadan juda qo'rqqan. Ayol hali yosh, farzandi yo'q, bepushtlik bilan davolangan. Shu bilan birgalikda anemiyasi, ya'ni gemoglobini pastligini hisobga olib, birinchi navbatda gematologlar bilan maslahatlashib bu bemorga qon quyildi. Gemoglobini yuqori qilingandan keyin operatsiyaga tayyorlanib, gisterorizektoskopiya apparati yordamida bachadon ichidan miyomani olib tashladik. Miyoma bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'lsa, qanaqa muammolar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, albatta bunga javob beramiz.